Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch City'da bo'ladi. 2-qavatda 77 kvadrat metr bo'lgan kvartiramiz bilan tanishib o'tamiz. Etaj ham zo'r, messasi ham yaxshi. Yo'laklarni ko'rib turganingizdek, polni stechkali bo'lgan, parkovishning messalari bor, qurilishlar yetib turibdi. Butun yangi dom bor. Yana maktabini ham ega. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib messada joylashgan. Messa poложениясini umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Domuzda devaklar ham polni burchatkalar qilingan, ham zelyonli zonachalari bor. Главный etaji zo'r, 2-qavatda joylashgan. Yangi domumizning 2-qavatida. Bu yerda bilasizlar, gaz, svet, suvlaridan muammosi yo'q. Har bir kvartiramizda quyosh panellari qo'yilgan. Bu yerda yana transformatorlar ham o'rnatilgan. Hurmatli vatandoshlar, qani yetkazsa birgalikda ko'rib, tanishib o'tamiz kvartiramiz bilan. Kvartiramiz ham yetib keldik. Hurmatli vatandoshlar, 2-qavatda joylashgan 77 kvadrat metr bo'lgan 3 xona korobka qalatli kvartiramiz bilan tanishib o'tamiz. Oyoqlari polnistechka qilingan. Hurmatli vatandoshlar, o'ng tarafimizda bu yerda hojatxonasi bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, kanalizatsiyalar montajlar qilingan. Polni remontga tayyor xonadonimiz 1-2 ming ichida ishlari bor, shular ham qilinadi. Elektron montajlar ham qilingan. Bu tarafimizda esa oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz ham o'rtacha kattalikda tushgan, kanalizatsiya, vodoprovod montajlari polni qilingan. Aynalar ham akfa plastiklardan ajoyib xildan o'rnatilgan. Gaz va suvdan muammosi yo'q. Bilasizlar, Urganch City'da gaz va suv umuman muammosi yo'q. Har bir domimizni tepasida quyosh panellari va har bir xona uchun, kvartiramiz uchun. Bu yerimizning spalniy qismi bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, razmeri buning 3x20, salkam 4 metr razmerda tushgan. Polning devorlar oqlanib turibdi, simlar ham yaxshisidan o'tirilgan. Va spalnimiz bo'ladi, oshxona, hojatxona, отдельный bedayning prixoshka messalari ham bor ekan, chiroyli qilib, ajoyib qilib yutib qo'ydilar. Remontga tayyor xonadonimiz. Bu tarafimiz spalniy qismining. Spalnimiz ham 3x70 razmerda tushgan. Beramiz kattalar uchun spalniy. Devorlar ham oqlanib turibdi. Hazil oyoq tiklari polni stechkadan chiqqan. Beramiz esa bu tarafimiz yuvinish xonasi bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, oyoq tiklarini ko'rib turganingizdek, qora qog'ozlar ham döşalgan. Kanalizatsiya montajlari bo'lgan. Elektron montajlar ham qilingan. Bu zalimiz, zal qismi ham katta tushgan, eni 3,5, uzinasi 5x60 razmerda. Hali meyda ishlari bor, shular ham qilib topshiradilar. Urganch City'da ajoyib messada, yangi domda 2-qavatda 3 xona 77 kvadrat metr bo'lgan kvartiramiz bilan tanishib o'tdik. Korobka holatda. Hurmatli vatandoshlar, kvadrat metr narxi 5,5 million so'mdan ustunda kelishadigan yeri bor. Kimda qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelasizlar, ustunda savdolashib, kelishib olishingiz mumkin. Ajoyib xonadon, ko'rib turganingizdek, remontga tayyor, 1-2 ming ichida ishlari bor, shularni qilib tayyorlab beradilar. Hurmatli vatandoshlar, registr to'shkalari bor har bir xonamizda. Elektron montajlar qilingan. Urganch City'da shahrimizning eng markaz bo'ladigan yerida 2-qavatda 77 kvadrat metr. Kvadrat metr 5,5 million so'mdan. Eğer kanallarımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlar qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilib boramiz. Kimda kim joyini sotchak bo'lsa, sizlar natural binosimi, ko'chmas mulkni sotchak bo'lsa, bemalol bizlar murojaat qilaverasizlar. Sotishga qo'ldan kelgancha yordam qilaveramiz. Hamma sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.